Tasavvur qiling, har bir yirik bino yoki inshoot minglab detallardan iborat murakkab mexanizmdir. Ushbu mexanizmning mustahkamligi va xavfsizligini ta'minlashda texnik nazorat bo'yicha mutaxassis eng asosiy figura hisoblanadi. Shaharsozlik kodeksining 28-moddasiga asosan, shaharsozlik faoliyati obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilishda texnik nazorat buyurtmachi tomonidan texnik nazorat bo'yicha mutaxassisni biriktirish yoki ushbu faoliyat turini amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan yuridik shaxsni shartnoma asosida jalb qilish yo'li bilan amalga oshiriladi. Texnik nazorat bo'yicha mutaxassis qonun hujjatlarida belgilangan tartibda sertifikatlashtirilgan bo'lishi kerak. Texnik nazorat bo'yicha mutaxassis pudratchi tomonidan tashkiliy texnologik hujjatlar va shaharsozlik hujjatlari talablariga rioya etilishi, shuningdek qurilish obyektida qurilish-montaj ishlarining sifati ta'minlanishi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Yashirin ishlarni tekshirish va muhim konstruksiyalarni oraliq qabul qilish to'g'risidagi dalolatnomalarni rasmiylashtirishda qatnashadi. Texnik nazorat jurnalining to'g'ri yurilishini ta'minlaydi. Qurilish jarayonida yo'l qo'yilgan qoidabuzarliklarni bartaraf etish yuzasidan pudratchilar va mualliflik nazorati bo'yicha mutaxassislar tomonidan ijro etilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar beradi. Binolar va inshootlarning zilzila bardoshligiga ta'sir ko'rsatuvchi kamchiliklar aniqlanganda, buyurtmachini hamda hududiy inspeksiyani ta'sirchan choralar ko'rish uchun xabardor qilgan holda qurilish-montaj ishlarini to'xtatib turadi. Qurilish obyektidagi qurilish-montaj ishlari sifatini muntazam ravishda nazorat qiladi. Obyektni qurish tugallangandan so'ng texnik nazorat bo'yicha mutaxassis buyurtmachiga bajarilgan qurilish-montaj ishlarining sifati to'g'risida xulosa beradi. Texnik nazorat bo'yicha mutaxassis qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin.